Va albatta darsimiz yakunida hijomadan, chertma hijomadan va hamda zuluk muolajasidan bir emas 3 ta sertifikat beriladi. Samarqandlik aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz uchun ajoyib yangilik. Hijomaga qiziqqan, tabobatga qiziqqan, zuluk qo'yishni o'rganaman deydiganlar uchun 25-oktyabrdan 1-noyabrga qadar siz azizlar bilan Samarqand shahrida hijoma kursimizni boshlaymiz. Birinchi galda hijomaning deyarli barcha turlari, ya'ni oddiy hijoma qilish, nuqtalarni kasallik bilan to'g'ri qo'yish, asl sunnat tochkalar, jin zarar yetkazgan issiq sovuq qilingan bemorlariga qanday hijoma qilinishi, nashtar hijoma, ya'ni peshonadan olinadigan hijoma, yuzga to'g'ri hijoma qilish, soch ustidan sochni olmasdan turib hijoma qilish, zuluk qo'yish, zuluk bilan to'g'ri ishlash, olovli davolash usuli, suxuy hijoma, ya'ni quruq hijoma, quruq olovli bankalar qo'yish, bemorlarga hijomadan oldin va keyin to'g'ri tavsiya berish va Instagram yurg'izish haqida batafsil ma'lumot beramiz.